Assalamu alaikum hörmətli televizor kögüçülər. Uyğur televiziyasının gündəlik xəbərlərini görüşündən qarşıladığımız. Aldı bilan xəbərlərimizdən mühim məzmunlarını tanışdırırıq. Şərq Türkistan Ölüm Ala Birliğinin vəkilləri Dünya İslam İttifaqı yığını təklif bilan qatnaşdı. Xitay Şərq Türkistan'da yaşlarını işğə orlaşdırış baş planını başlamaqda. Türkiye Özbekistan'ın 5. çoğun Suudi şerikiga aylandı. 2018 yılı dünya askeri çıkımı 1 trilyon 800 milyon dolarga yetdi. Tövəndə dehqonlar xəbərlərimizdən təfsili məzmunları bolsun. 27 may günü Saudiya Arabistanının Məkkə Mükerrem şəhərində Qur'an və sünnətdə o'ttirxonlik nomli xalqaro muhokama yig'ini o'tkazilgan bo'lib, yig'inga Sharq Turkiston O'lim Ala Birligining raisi dotsini doktor Ataullah Shahyar boshchiligidagi Turkiya, Avstraliya, Gollandiya, Finlandiya qatorliq davlatlarda o'ltirishliq 6 nafar Uyg'ur dinizot taklif bilan qatnashgan. Mazkur yig'in qanday qilib fiqh va islom an'analarida radikallik va zo'ravonlikdan xoli o'ttirxol musulmon jamiyati barpo qilish asosiy muhokama temasi bo'lib, dunyoning har qaysi joylaridan 2000 dan ortiq olim va ulamolar qatnashgan. Yig'inda diniy masalalar tema qilingan bo'lsa-mu, taklif bilan qatnashayotgan Uyg'ur diniy zotlarga Uyg'urlarning navbatdagi qo'rqinchli vaziyatini yig'in ahliga to'nishtirish uchun qimmatli fursat yaratib berilgan. Ular yig'inga qatnashayotgan har qaysi el diniy zotlarga, tadqiqotchi va hukumat amaldorlarga Uyg'urlarning navbatdagi vaziyatini tonishtirib, ularning o'z davlatlaridagi hukumat va ommaviy tashkilotlarining Xitoy hukumatiga inkos bildirishiga haydakchilik qilishini talab qilgan. 27 may günü Washington Post gazetida e'lon qilingan yig'in haqidagi bir maqolada Saudiya Arabistonning Uyg'ur masalasiga sukut qilishini nuqul iqtisod manfaatiga bog'lashning yetarli sabab emasligini ta'kidlagan. Mazkur gazetning Xitoy musulmon fuqarolarga zulm silayotganda Saudiya Arabiston Xitoy bilan hamkorlashmoqda sarlavhalik maqolasida qayd qilinishicha, Saudiya Arabistonlik jurnalist Jamal Khashoggining Turkiyadagi Saudiya Arabiston konsulxonasida o'ldirilishi sababli Amerika Saudiya Arabiston munosabati yiriklashgan. Bu vaqa sababli dunyoda yetim qolgan Saudiya Arabiston bu ahvolni o'zgartirish uchun Xitoy bilan bo'lgan munosabatini kuchaytirmoqda ekan. Shunga Saudiya Arabistonning Uyg'ur masalasini ko'rmasga selayotganlik ilgari surilgan. Cungo Uyg'urcha radio to'ri 27 may Beijing xabarida atalmış Şinjan Uyg'ur abnumraylik odam kuchi boyligi va ijtimoiy kafolat nazoratining bildirishicha, Şinjan yaqinda 16 yoshdan 35 yoshgacha bo'lgan emgak iqtidori bor. Ishsiz qolgan 1 yildan oshgan yoshlarga qarata xizmat izlash, egilik tiklashning butun jarayonini qoplagan yordam berish mexanizmi o'rnatib va mukammallashtirib, ehtiyoji bor ishsiz yoshlarni munosib ishga oshirish siyosati va mulozimati bo'yicha yordam berish uchun yoshlarni ishga o'rlashtirish bosh planini yo'l qo'ygan ekan. Abnumraylik odam kuchi boyligi va ijtimoiy kafolat nazoratining aloqador mas'ullarining bildirishicha, uzoq muddat ishsiz qolgan yoshlar to'pining aqlonlik bilan kasb tanlab ishga o'rlashishiga yordam berish uchun yoshlarni ishga o'rlashtirish bosh plani yo'li qo'yilgandan keyin jamoatchil ishga o'rlashtirish mulozimat apparati birlik kelgan. Ishsiz yoshlar haqiqiy qism uchur sonliq ma'lumot ombori qurib, ishsiz yoshlarning oila ahvoli, ishsizlik sababi, xizmat izlash orzusi, mahorat saviyasi qatorliq asos uchurlarni egallab, ularning ishga o'rlashgan yoki o'rlashmaganligi, ishga o'rlashishiga yordam berish, siyosatni amaliylashtirish qatorliq ahvollarni to'g'ri xotirlab, ishsiz yoshlarni harakatchan dal ishga o'rlashtirishga yordam berish mulozimati bilan ta'minlaydi ekan. Yoshlarni ishga o'rlashtirish bosh planida yordam berish tadbiri jihatda mustaqil egilik tiklashga yordam berib, egilik tiklash kepilli qarz puli, egilik tiklash to'liqlamasi bilan ta'minlash, egilik tiklash tannarxini to'vallatib, birma-bir ishga o'rlashishga yordam berish, jamoatchil ish o'rniga o'rlashtirish qatorliq yordam berish vositalari qo'llanilgandan sirt, ya'ni kasbiy safosini baholash, ishga o'rlash plani qatorliq vositalar qo'llanib, ishsizlarning ishga o'rlashishiga yetakchilik qilinadi ekan. Bu masala qarata Sharq Turkiston informatsion markazining raisi Abdulil Qarqash bayonot e'lon qilib, Xitoy kommunist hukumatı Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa musulmon qavmning 16 yoshdan 35 yoshgacha hammani degidek turmaga, lagerlar solab bo'sh qolgan o'ringa ishkir o'lkalardan Xitoy yoshlarini qiziqtirish va ularni yerlashtirish uchun yoshlarni ishga o'rlashtirish bosh planini yo'l qo'ygan. Shundaqla chet el muxbirlarining ko'zini bo'yab, maymun o'yin o'ynashni davomlashtirmoqda. Undaq bo'lsa Uyg'ur, Qozoq va boshqa yerlik millat farzandlarini 3 yildan buyon atalmış kasbiy tarbiyalash elib berayotgan edi. Ular sening talabingga loyiq kasb ahli bo'lib yetishib chiqmadimi dedi. Türkiye bilan O'zbekiston orasidagi savdo hajmi bu yilning dastlabki 4 oyida 26% oshib 730 million 600 ming dollarga yetgan. Turkiya O'zbekistonning 5-cho'ng savdo sheriki bo'lgan. O'zbekiston Davlatlik statistika komiteti bayonot e'lon qilib, Turkiyaning O'zbekistonning umumiy tashqi savdosidagi payining 5.8% yetganligini bildirdi. Turkiya bu yilning dastlabki 4 oyida Xitoy, Rossiya, Qozog'iston va Janubiy Koreyadan keyingi 5 cho'ng savdo sheriki bo'ldi. O'zbekistonning Turkiyaga qilgan eksporti 347 million dollar bo'lib, Turkiyadan qilgan importi 383 million 500 ming dollar bo'ldi. 2019 yılının yanvar-aprel aylarında 2 milyard 552 milyon dolarlık tashqi savdo ve 20%lik pay bilan Xitoy O'zbekistonning eng chong savdo sheriki bo'lgan bo'lsa, 1 milyard 998 milyon 800 ming dollar tashqi savdo ve 15%lik pay bilan Rossiya ikkinchi.
1 milliard 54 milyon 400 ming dollarlik tashqi savdo va 8% pay bilan Qozog'iston 3-qatordan o'rin oldi. Türkiye bilan O'zbekiston orasidagi savdo hajmi o'tgan yildagidan 39.9% oshib 2 milliard 170 milyon 800 ming dollarga yetgan. Dunyoning askeri chiqimi 2018-yilda 1 trillion 800 milliard dollarga yetdi. Dunyoda mudofaaga eng ko'p chiqim qilgan davlatlar Amerika, Xitoy, Rossiya, Saudiya Arabiston, Hindiston va Fransiya ekan. Turkiyaning askeri chiqimi ilgirki yillarga qaraganda %24% oshib 19 milliard dollarga yetgan. Amerika, Xitoy, Rossiya, Saudiya Arabiston, Hindiston va Fransiya 2018-yilda eng ko'p askeri chiqim qilgan 5 davlat bo'lib, dunyo askeri chiqimining %60%ni egallaydi ekan. Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh. Allohga omonat.